Assalomu alaykum. Muqaddam aka, yaxshimisiz? Aka, Jack Motorsda yangilik bo'pti deb eshitdim. Barcha modellarga Nasiya savdo ochilibdi. Xuddi shunday. Shuni bir batafsil shartlar haqida gapirib o'tsangiz aka. Bunda bir boshdan tanishib o'tib ketaveramiz. Hozirda Gurzovoy modellarimizga Nasiya savdo turi ochilgan. Ya'ni narxi salonda 248.640 ming, naqdga olsa 231 million qilib beriladi. 16 million 800 skidkada xuddi shu narxida. Xo'p, endi Nasiya savdoga qanaqa xarid qilaman deganimiz akalarimiz uchun, xo'p, narxi 2 yilga 265 million so'm qilib belgilanadi. Xuddi shu summani 40%, 106 million so'm pul bor akalar kelib, boshlang'ich to'lovni qilib, 2 yil muddatga 6 million 600 dan oylik to'lovga xarid qilib olib ketsalar bo'ladi. Bortli, tentli, Gurzovoy qanday furgon modellarimiz hammasi bor. Xo'p, bu faqat yuk mashinalarga amal qilyapti xolosmi? Yo'q. Jack brendining barcha modellariga, hattoki mana Sunray furgon modellarimizdan turibdi. Sunray'ning passajirli modellariga ham amal qiladi. Sunray passajirli modellar hozir sotuvda afsuski yo'q. Zavod tomonidan uzilish bo'lyapti. Vaqtinchalik bu ham. Xo'p, endi M3 dan gapirsak, rivojdan hamma qiziqarli bo'ladi. Xo'p, M3 modellari passajirli variantlariga o'zining narxi, ya'ni Nasiya savdo emas, rassrochka. Boshlang'ich 50% to'lov qilishadi, 28 oy muddatga 4 million 39 mingdan oylik to'lov chiqadi. Boshlang'ich 70% qilsalar, 70% sug'urtasi ichida 160 million so'm bo'ladi. Oylik to'lovi 1 million 885 mingdan oylik to'lov chiqadi. Ya'ni o'zini pulini bo'lib to'laydi. Nasiya savdo emas, ustiga ustama minmaydi. Aka, bu masalan o'tib ketadi-yu vaqtlari ba'zida. O'shunda bilasiz, dinda ribo bo'lib qoladi. Pul qo'shiladimi yoki yo'qmi? Vaqtni o'tib ketib qolsa. Agar mabodo to'lov kuni qisqa muddatga, ya'ni 2, 3 yoki 4 bank ish kuniga kechikkan taqdirda bank xodimlari tomonidan ogohlantirish beriladi. Sразу penya jarima yozilib ketmaydi bunda. Qachonki endi misol muddat katta bo'lib ketsa, 2 oy to'ylab bo'lib ketadigan bo'lsa, ana undagina ogohlantirish beriladi. Jarima bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin albatta. Yangicha M4lar kelibdi, obzor ko'rmaymizmi? Ko'ramiz, ketdi yuring. Hop. Jack M4 ko'rib turganlaring narxi salonda hozir naqdga 255 million. Nasiya savdoga qanday bo'lasalaring, Nasiya savdoga ustiga salkam 30 million atrofida summa qo'shiladi tan narxiga, ya'ni 286 million bo'ladi. Xuddi shu summani 50% ni to'lov qilsalaring-ki, ya'ni foiz, penya jarimalarsiz ribo bo'lib qolmaydi. O'zini pulini bo'lib to'lashga o'sha 286 milliondan o'zini pulini bo'lib to'lashda o'tib ketmaydi. Hozir aytib o'taman. Xo'p, endi agar mabodo 70% to'lov qilsalaring 36 oyga 2 million 383 mingdan chiqyapti. Aka, yaxshimisiz? Вот это поворот. Yozlardan bittasi kelgan ekan. Hammasidan signal to'layapti. Xo'p, endi pikap ko'rib chiqamiz. Pikapimiz narxi 419 million. Nalechida naqdga faqat. Xo'p, endi Nasiya savdoga qanday bo'ladi? Bu narxi Akamakası. 452 million 800. Xuddi shu 452 million 800 agar 50% to'lov qilsang 24 oyga 9 million 433 mingdan chiqyapti. Agarda 70% ga pulim bor, ya'ni 70% 316 million pulim bor, shuni to'lov qilaman, 36 oyga qilib beringlar, 3 million 700 mingdan chiqyapti. Bu ham ya'ni penya jarimalasiz bo'ladi. Ogohlantirib o'taman, bu avtokredit emas. Xo'p, navbatdagi mashinamiz, ko'rib chiqamiz, misolda bu yoqda RF8 pikaplarimiz turibdi, T8lar. T8da narxi, xo'p, tushuntirib o'tamiz. 356 million 800, ya'ni xuddi shu mashinani 356 million 800 dan yarmini to'lasa 178 million 424 oyga 7 million 400 dan. 70% to'lov qilsalar 36 oyga 2 million 973 mingdan foiz penya jarimalarsiz chiqyapti. Bu yoqda G7 modeli turibdi. Narxi 235 million so'm, 50% ni to'lov qilasizlar, yarmini. Qolgan yarmini o'zini pulini bo'lib to'lashga, bu rassrochka, bu Nasiya savdo emas, ustiga pul minmaydi. 24 oyga qolgan qismini bo'lib beramiz. Xo'p, navbatdagi mashina Jack RF8. Bu ham ko'pchilik akalarimizni qiziqish uyg'otgan, ya'ni oilabop, misol uchun biznes klass mashina. Buni narxi 498 million qilib belgilandi. Ya'ni nalechida olaman siz, naqdga olaman siz
445 million so'm atrofida chiqadi. Hop, 498 million so'm. Agar xuddi shu summani 50% to'lasalaring, 249 million to'lasalaring 10 million 375 ming so'mdan chiqadi 24 oyga. Agar 70% to'lasalaring, hop, bunda 70% 348 million so'm. Bu adashib ketdim. 50% 249 million so'm to'g'ri. 70% 348 million 600 ming so'm bo'lyapti. 36 oyga 4 million 150 ming so'mdan oylik to'lov chiqyapti. Hop, navbatdagi mashina Jack GS8, bu ham semenli crossover ham bo'ladi. 7 mestali, hamma sharoiti bor. Bunda ham komforti 912 km upravleniya, 160 kamera selektor zona hammasini olib beradi. Xudo xolasa, xalqning suygan mashinalardan biri bu ham. Ko'pchilikda qiziqish uyg'otgan Jack GS8 narxi 800. Agar boshlang'ich 70% to'lov qilsalaring, ya'ni 232 million 960 ming so'm. 24 oyga 4 million 160 ming so'mdan chiqyapti. Muhudin aka, bizdan ko'pchilik masalan so'rayman, tashqarida X200larimiz bor, ular juda komfortli, shaharlararo yuk tashishga. Ba'zi odamlarga masalan shunaqa mashina kerak, 1 tonna atrofida yuki bor, shaharlar ichida tashish kerak, masalan yetkazib berish kerak. M3 примерно M3 M4da qanday gabariti bo'lishi kerak? Shunaqa mashinalar ham bormi bizda? Albatta bor-ku. Jack M3 gruzovoy varianti bor. Kelib ko'rsatib o'tamiz. M3 bilan bir xil ekan. Narxi 229 million 900 pul belgilandi nasha savdoga. Boshlang'ich agar 50% qilsalaring 4 million 100 atrofida oylik to'lov chiqadi. Xuddi shunday M3 singari konditsioner, pechka, Android monitorlar, smartfonlar bilan jihozlangan. Salqinlab bemalol xotirjam o'sha yuklarni tashishga bo'laveradi. Ha, demak 1 tonna atrofida yuk ko'taraveradi. Aha. 1 tonna 1,5 tonnani bemalol olib ketadi. Shaharlar ichiga zo'r. Hamdaki reklamalarni yopishtirib, o'zi ham brendlarni reklama qilib yursalar ham bo'ladi. Nasiya savdo turi kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Bog'laninglar, xudo xolasa chiroyli qilib ishlaringni bitirib beramiz. Yana kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, o'zing bilasizlar, like bosib qo'yasizlar.